Pensionerlar hozir aytadigan ma'lumotim juda muhim. 1 avgustdan keyingi indeksatsiya va yangi to'lov summalari masalasida ko'pchilik noto'g'ri tushuncha bilan yuribdi. Kimdir hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb o'ylaydi. Kimdir meniki umuman o'zgarmaydi deb xavotirda. Yana kimdir bank kartasiga tushgan pulni tekshirmasdan xatolik bo'lsa ham vaqtida murojaat qilmayapti. Men bugun sizga masalani oddiy tilda raqamlar bilan kimga qancha ta'sir qilishi mumkinligini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, vasiylari va pensiya hujjatlarini yuritayotgan barcha oilalarga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam pulini ham, huquqini ham yo'qotmaydi. Avval qanday edi? Odatda pensiya, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlar belgilangan tartibda hisoblab beriladi. Insonning ish staji, o'rtacha ish haqi, avvalgi sug'urta badallari, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya turi kabi omillar hisobga olinadi. Shundan keyin davlat tomonidan indeksatsiya yoki oshirish bo'lsa, ko'pchilik mening eski pensiyamga shunchaki fokus qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin amalda hamma holatda ham bu qadar sodda emas. Indeksatsiya degani faqat pul ko'paydi degani emas. Bu avvalo narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ortishi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar va kundalik ehtiyojlar qimmatlashgani sababli pensiya va nafaqalarni qayta moslashtirish jarayonidir. Ya'ni davlat eski summalarni yangi iqtisodiy sharoitga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Ammo har bir pensionerning boshlang'ich summasi har xil bo'lgani uchun oshgandan keyingi yakuniy summa ham har xil bo'ladi. 1 avgustdan keyingi yangi summalar haqida gap ketganda eng muhim savol shuki, siz qaysi toifadagi to'lov oluvchisiz? Yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasimi? Minimal miqdorga tenglashtirilgan to'lovmi? Yoki qo'shimcha ustamalar bilan hisoblanadigan pensiyami? Chunki aynan shu toifa sizning yangi summangizga bevosita ta'sir qiladi. Men ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar qo'shnisining pensiyasi qancha oshganini eshitadi-da, o'zida ham xuddi shunday bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Masalan, bir pensionerning pensiyasi 7-20 ming so'mga oshsa, boshqasiniki 20 ming so'mga oshishi mumkin. Yana kimdadir asosiy pensiya oshadi. Lekin oldin berilgan ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar bilan yakuniy farq unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiyani faqat umumiy gap bilan emas, o'z shaxsiy holatingiz bo'yicha tekshirish kerak. Endi oddiy qilib tushuntiraman. Indeksatsiyadan keyin birinchi o'zgaradigan narsa bu bazaviy hisob-kitobdir. Ya'ni ayrim minimal pensiya va nafaqa miqdorlari yangilanadi. Ayrim to'lovlar foiz asosida qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim qo'shimcha ustamalar esa yangi bazaga nisbatan hisoblanadi. Natijada avgustdan boshlab kartaga yoki naqd shaklda keladigan summa oldingi oyga qaraganda boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'zgarish ayniqsa minimal pensiya oluvchilar uchun seziladi. Masalan, bir kishi uzoq vaqt ishlagan, lekin rasmiy staji kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q hujjatlari to'liq saqlanmagan, ish haqi ma'lumotlari yetarli bo'lmagan. Shunday holatlarda pensiya minimal miqdor atrofida hisoblanadi. Indeksatsiya paytida aynan minimal chegaralar ko'tarilsa, bunday odamlar yangi summani sezilarli darajada his qilishi mumkin. Uchinchi o'zgarish qo'shimcha ustamalarga tegishli. Ayrim pensionerlarda yosh, nogironlik, mehnat faxriysi maqomi, urush yoki mehnat faoliyati bilan bog'liq imtiyozlar, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha qo'shimcha hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Bu qo'shimchalar hamma uchun avtomatik bir xil emas. Ba'zida tizimda hujjat bor bo'lsa, avtomatik hisoblanadi. Ba'zida esa odamning o'zi murojaat qilmasa, ma'lumot yangilamay qolishi mumkin. 4-o'zgarish to'lov sanasida ko'rinadi. Kimdir pensiyani oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. 1 avgustdan kuchga kirgan o'zgarish degani hamma 1 avgust kuni darhol yangi pulni oladi degani emas. To'lov grafiki, bank kartasi, pochta yetkazib berishi, hududiy jamg'arma bo'limining texnik ishlari, qayta hisoblash jarayoni sababli summa bir necha kun farq bilan ko'rinishi mumkin. Lekin bu holat sizni xotirjam qilib qo'ymasligi kerak. Agar avgust to'lovi to'liq tushgandan keyin ham o'zgarish ko'rinmasa, tekshirish zarur. Birinchi navbatda minimal pensiya yoki minimal nafaqa oluvchilar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki indeksatsiyadan keyin eng ko'p savol aynan shu toifada paydo bo'ladi. Masalan, bir opa 2024 yilgacha 707 ming so'm atrofida pensiya olgan deylik.
Indeksatsiyadan keyin minimal miqdor oshirilgan bo'lsa, u odam yangi belgilangan pastki chegaradan kam olmasligi kerak. Lekin agar u kartaga qarasa, avvalgi miqdorga yaqin pul tushgan bo'lsa, demak sababini aniqlash kerak. Qayta hisoblash hali yakunlanmadimi? Qarzdorlik ushlab qolindimi? Aliment yoki ijro hujjati bormi? Yoki tizimda ma'lumot xato turibdimi? Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda nogironlik guruhi muddati tibbiy xulosa qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Masalan, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan odamning hujjati iyul oyida muddati tugagan bo'lsa, avgustda yangi indeksatsiya to'liq ko'rinmasligi mumkin. Chunki tizim avval maqomni tasdiqlashni kutadi. Shuning uchun nogironlik hujjatlari muddati. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi elektron bazadagi ma'lumotlar tekshirilishi kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oluvchilar. Bu holatda oluvchi bir kishi bo'lishi mumkin yoki bir nechta farzandlar bo'lishi mumkin. To'lov miqdori faqat indeksatsiyaga emas, balki oluvchilar soniga, ularning yoshi va o'qish holatiga ham bog'liq. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oilada 2 farzand to'lov olgan bo'lsa, ulardan biri 18 yoshga to'lib kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida berilmasa, umumiy to'lov kamayib ko'rinishi mumkin. Odamlar buni indeksatsiya bo'lmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo o'qish ma'lumotnomasi kiritilmagan bo'lishi mumkin. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi: agar pensiyada bo'la turib ishlasam, indeksatsiya menga ham tegadimi? Bu savolning javobi aniq holatga bog'liq. Pensiya turi, ish joyi rasmiyligi, ushlab qolinadigan to'lovlar, qayta hisoblash uchun topshirilgan hujjatlar muhim. Ishlayotgan pensioner o'z ish staji qo'shilib borayotganini, keyinchalik qayta hisoblash huquqi yo'qligini alohida tekshirtirish kerak. Chunki ba'zida odam bir necha yil ishlaydi, lekin pensiya qayta ko'rib chiqilmagan bo'ladi. Agar siz avgust oyidagi to'lovni olgan bo'lsangiz, bank ilovasida yoki SMS xabarda yangi summa aniq ko'rinib turgan bo'lsa, oldingi oy bilan solishtirganda farq indeksatsiyaga mos bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Hech bo'lmaganda bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmat orqali pensiyangiz tarkibini bilib oling. Chunki odam faqat yakuniy summani ko'radi. Lekin uning ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, ushlab qolish bormi yoki yo'qmi buni bilmaydi. Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa, masalan, uzoq yillik rasmiy staj va yaxshi ish haqi asosida hisoblangan bo'lsa, o'shan mutanosib bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham bir nozik jihat bor. Yuqori pensiya oladigan odamlar ba'zida foiz oshsa, meniki juda katta oshishi kerak deb hisoblaydi. Amalda ayrim cheklovlar hisoblash bazasi ustamalar tartibi sababli yakuniy raqam kutilganidan kamroq bo'lishi mumkin. Bu xato degani emas, lekin tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Endi real hayotga yaqin misollar orqali tushuntiraman. Aytaylik, Abdulla aka iyul oyida 1.200.000 so'm pensiya olgan. Indeksatsiya natijasida uning pensiyasi eng foizga oshirilgan bo'lsa, oddiy hisobda 1.20.000 so'm qo'shiladi va yangi summa 1.320.000 so'm bo'ladi. Lekin agar Abdulla akaning pensiyasidan taqriban 1000 so'm ijro hujjati bo'yicha ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga 1.240.000 so'm tushishi mumkin. U kishi nega menga 1.320.000 tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab shuki, yalpi hisoblangan pensiya boshqa, qo'lga tushadigan sof summa boshqa. Ikkinchi misol. Mohira opa minimal pensiya oladi. Uning iyul oyidagi summasi 725.000 so'm bo'lgan deylik. Avgustdan minimal miqdor oshirilgan bo'lsa, Mohira opa yangi minimal chegaradan past olmasligi kerak. Agar unga 725.000 so'mning o'zi tushsa, birinchi navbatda to'lov qaysi oy uchun tushganini tekshirish kerak. Ba'zida odam avgustda iyul uchun qoldiq to'lov oladi. Ba'zida bank xabarida sana avgust bo'ladi, lekin hisob-kitob davri oldingi oyga tegishli bo'ladi. Shuning uchun faqat SMS sanasiga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Uchinchi misol. Rustam aka pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. U 3 yil davomida ish haqi olgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar rasmiy yuritilgan. U o'ylaydi: men ishladim, demak pensiyam avtomatik o'sishi kerak. Lekin har bir qo'shimcha staj avtomatik darhol pensiyaga qo'shiladi degan qoida har doim ham bunday ishlamaydi. Qayta hisoblash uchun ariza, ish joyidan ma'lumotlar yoki elektron bazadagi tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun Rustam aka indeksatsiya bilan birga o'zining ishlagan davri ham pensiya hisobiga qo'shilgan-qo'shilmaganini alohida so'rash kerak. 4-misol.
Dilbar opa o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasini 2 farzandi uchun oladi. Katta farzandi kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qishda davom etmoqda. Agar o'qish haqida ma'lumot elektron bazada ko'rinmasa yoki vaqtida topshirilmasa, to'lov miqdori o'zgarib ketishi mumkin. Bu oilada indeksatsiya bo'lsa ham bir farzand bo'yicha to'lov vaqtincha to'xtasa, yakuniy summa kamaygandek ko'rinadi. Demak, muammo indeksatsiyada emas, hujjat tasdig'ida. Eng katta nozik jihatlardan biri qarzdorlik va ushlab qolishlar masalasidir. Agar pensionerning bank krediti bo'lsa, aliment bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, sud qaror bilan undiruv bo'lsa yoki avval ortiqcha to'langan pul qaytarib olinayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi summa to'liq qo'lga tegmasligi mumkin. Odam ko'pincha davlat oshirdi, lekin menga ko'rinmadi deydi. Aslida tizimda oshgan bo'ladi. Ammo ushlab qolishlar sababli kartaga tushgan pul kamroq bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat yashash joyi va hujjat mosligi. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan, propiska o'zgargan, bank kartasi almashtirilgan, familiya yoki pasport ma'lumoti yangilangan bo'lsa, pensiya tizimidagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak. Aks holda to'lov kechikishi, eski hisob raqamiga yuborilishi yoki qayta tekshirishga tushishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar buni farzandlari bilan birga tekshirsa yaxshi bo'ladi. Uchinchi nozik jihat vafot etgan pensioner nomiga to'lov kelishi yoki kelmasligi masalasida bo'ladi. Oylar bazda marhumning oxirgi oy pensiyasi bo'yicha savol beradi. Bu yerda aniq sana, to'lov davri, merosxo'rlar va dafn nafaqasi tartibi alohida ko'riladi. Indeksatsiya davriga to'g'ri kelgan bo'lsa ham pul avtomatik ravishda hamma qarindoshga berilmaydi. Tegishli hujjat bilan murojaat qilish talab etiladi. To'rtinchi nozik jihat bank kartasi. Ba'zida pensiya hisoblangan, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zida karta bloklangan, telefon raqam o'zgargan, SMS xabar kelmaydi. Pensioner esa pul tushmadi deb o'ylaydi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda bankdan karta holatini tekshirtirishni, keyin pensiya bo'limidan to'lov yuborilmaganini aniqlashni maslahat beraman. Chunki muammo pensiya jamg'armasida emas, bank tarafida ham bo'lishi mumkin. Beshinchi nozik jihat shuki, indeksatsiya hamma qo'shimcha to'lovlarga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, asosiy pensiya oshadi, lekin ayrim bir martalik yordamlar yoki vaqtinchalik kompensatsiyalar alohida tartibda qoladi. Shuning uchun mening umumiy pulim nega aynan falon foizga oshmadi degan savolga javob berish uchun pensiya tarkibini ko'rish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya olganingizni yozib qo'ying. SMS, bank ilovasi, kvitansiya yoki pochta daftaridagi raqamni ko'ring. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan summani alohida yozing. Uchinchi qadam, farqni hisoblang. Masalan, iyulda 1 million 1 ming so'm, avgustda 1 million 230 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 130 ming so'm. Shundan keyin bu farq indeksatsiya mantiqiga mos keladimi yoki yo'qmi aniqlash osonlashadi. Ikkinchi amaliy qadam, pensiya tarkibi haqida ma'lumot oling. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartangiz rekvizitlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar. O'qiyotgan farzand bo'lsa ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib boring. Agar farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz sizning nomingizdan boradigan bo'lsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Uchinchi qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash foydali, lekin bahsli vaziyatda yozma ariza kuchliroq. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam 1 avgustdan keyingi indeksatsiya asosida qayta hisoblanmaganini pensiya tarkibini asosiy summa, ustama ushlab qolish va yakuniy to'lov miqdorini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu keyingi murojaatlar uchun dalil bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar bankda muammo bo'lsa, bankka alohida murojaat qiling. Pensiya yuborilganmi? Karta faolmi? Hisob raqam to'g'rimi? Blokirovka yoki qarzdorlik ushlab qolishi bormi deb so'rang. Bankdan og'zaki javob bilan cheklanmasdan, zarur bo'lsa hisob varaqdan ko'chirma oling. Bu ko'chirma pensiya bo'limidagi ma'lumot bilan solishtiriladi. 5-qadam, hujjatlaringizni yangilang. Pasport almashtirilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati yangilangan bo'lsa, farzand o'qishga kirgan yoki o'qishni tugatgan bo'lsa, bu ma'lumotlar pensiya tizimiga kiritilganini tekshiring. Ko'pchilik aynan shu joyda yutqazadi. Huquqi bor,
lekin hujjat bazada ko'rinmagani uchun to'lov kechikadi yoki kamayadi. 6-qadam. Ortiqcha to'lov yoki kam to'lov bo'lsa, sababini aniqlamasdan pulni ishlatib yubormang. Ba'zida tizim xatosi bilan ortiqcha pul tushsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Aksincha, kam tushsa ham vaqtida murojaat qilgan odamga farq qayta hisoblab berilishi mumkin. Shuning uchun har bir g'alati raqamni yozib boring. Sanab qo'ying. Kim bilan gaplashganingizni, qaysi bo'limga borganingizni qayd eting. 7-qadam. Yolg'iz pensionerlar farzandlari yoki ishonchli yaqinlaridan yordam so'rasin. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki hozir ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Keksa odam bank ilovasiga kirmasligi, SMS'ni o'qimasligi yoki hujjatdagi xatoni payqamasligi mumkin. Farzandlar esa oyga bir marta ota-onasining pensiya tushumini, karta muddatini, pasport ma'lumotlarini tekshirsa, katta muammolarning oldi olinadi. Agar avgust pensiyasi to'liq tushgan bo'lsa-yu, lekin oldingi oy bilan bir xil bo'lib qolsa, birinchi navbatda vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. To'lov qaysi davr uchun ekanini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Nega oshmadi deb umumiy so'ramang. Aniq savol bering. 1 avgustdan keyingi indeksatsiya mening pensiya turimga tatbiq etilganmi? Tatbiq etilgan bo'lsa, yangi hisoblangan yalpi summa qancha? Qanday ushlab qolishlar bor? Qaysi hujjat yetishmayapti? Ana shunda javob ham aniqroq bo'ladi, agar xodim hammasi to'g'ri desa. Siz pensiya tarkibi yozilgan ma'lumotni so'rang. Chunki oddiy fuqaro yakuniy raqamni ko'radi. Mutaxassis esa ichki hisob kitobni ko'radi. Agar ichki hisob kitobda indeksatsiya ko'rinmasa, qayta hisoblash talab qilinadi. Agar ko'rinsa-yu, kartaga kam tushgan bo'lsa, demak ushlab qolish yoki bank masalasi bor. Agar sizning huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat darajasi. Zarur bo'lsa tegishli davlat portallari yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qilinadi. Murojaatda hissiyot emas, fakt yoziladi. Oldingi summasi, yangi tushgan summa, murojaat sanasi, berilgan javob, ilova qilingan hujjatlar. Faktlar qancha aniq bo'lsa, masala shuncha tez ko'riladi. Bugungi eng muhim fikr shuki, 1 avgustdan keyingi indeksatsiya va yangi summalar masalasida har bir pensioner o'z to'lovini alohida tekshirishi kerak. Hamma uchun bitta raqam. Bitta javob yo'q. Pensiya turi, staj, hujjatlar, nogironlik guruhi boquvchisining yotganlik holati, bank kartasi ushlab qolishlar va qo'shimcha ustamalar yakuniy summaga ta'sir qiladi. Men sizga maslahat beraman. Iyul va avgust to'lovlarini solishtiring. Pensiya tarkibini so'rang, kerakli hujjatlarni tayyorlang, yozma murojaat qiling va kartaga tushgan pulni tekshirmasdan xulosa chiqarmang. Ayniqsa minimal pensiya oluvchilar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ishlayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Sizda avgustdan keyin pensiya summasi o'zgardimi yoki hali o'sha qolib turibdimi? Kommentariyada qaysi hududdansiz va qancha farq bo'lganini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shningiz yoki yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida tekshirilgan bitta hujjat ba'zan bir necha oylik pulni saqlab qoladi.